oyizlarga aytib tushuntiringda, mana bu akalar bizga yordam berar ekan, mana shu uyimizni yangi qilib qurib berar ekan deb aytingchi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xola, xohlasa. Pulingiz ko'p bo'lganda nimalar sotib olgan bo'lardingiz? Olimga divanlar sotib olardim, keyin dadamga ham. Yumshoq divanda yotishlarni xohlaysizmi? Mana bu oshxonangiz qanaqa bo'lishini orzu qilasiz? Mana bitta gaz plita, mana bitta oshxona mebellari bo'lsin deb tushuntiryaptilar. Xo'p, kartoshka bor ekan, bitta piyoz bor. Yana nima bor? Bo'ldi. Boshqa narsa yo'qmi? To'yib nima ovqat yeyish xohlaysiz? Go'sht yeyishni xohlayman. Oshxona juda ham sovuq bo'ladi. Yomg'ir o'tib ketadi, yomg'ir yog'sa do'qini. Xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi. Alloh xo'ja. Oching, mana sizga. Mana bu xolodilnikning ichini mana shunga, mana shu pulga produktda sotib olib, to'ldirib qo'yasiz. 1 million, 5 million, 10 million, 10 million bu yerda hammasi sizlarga. 100 ming so'm ehson qila olasizmi mana shu bolalarning xursandchiligi uchun? Mana shu akani, mana shu xolamizni yangi uyli bo'lish uchun albatta ehson qilib yordam bersangiz, Xudo xolasa natijasini ko'rasizlar.